Dedik ukam, sen Makka va Madinaga piyoda borgan bo'lsang, Surxondaryolik Muhammad Yusuf 9 yoshli ukamiz Qur'onni 25 pora yodlagan ekan. Dedik akingni bitta duo qilib qo'yasanmi? Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohum ayam baladadamlar ishlariga barakat o'qing. Katta bizim hajmlarga boray. Jannat bog'iga toj kiydiray. Olim bilay, qori bilay. Hofiz Qur'on qiyin, talib ilm qiyin. Allohum barcha musulmonlar nima niyat qilsa niyatlari yetib bersin. Allohum barcha musulmonlar nima niyat qilsa niyatlari yetib bersin. Allohum niyat kamida yaxshi salaba yetib kelsin. Toshkentga yetib kelsin. Mashalloh, mashalloh. Hammamizga shunaqa o'g'illar nasib qilsin deganlar bitta dona like bosib qo'yinglar shu videoga.